haligacha do'stlaringiz orasida toychoq deydiganlar bormi? Bor. Ha, haligacha deyishadi. Haligacha toychoq, endi men aytaman, toychoq endi ot bo'ldi deyman. Hazillashib, hazil qilib turamiz. Mana o'rtoqlar toychoq. Aka necha yil o'tdi oradan? Shu 95-yil bo'lsa, taxminan 31 yil o'tdi. 30 yil, 31 yil o'tdi va o'shanda 10 yosh bo'lgansiz. 11 yosh atrofida. Sa'diyevlar sulolasiga, Sa'dullayevlar sulolasiga begona emassiz. Yo'q. Lekin shunday bo'lsa ham kinolarda keyinchalik ko'rinmadingiz. Nimaga? Keyin shu o'qish, ish, oila deganlarida. Toychoqdan 5 yil o'tib, Hosilboyevachcha to'pini yorib tashlagan bola ham sizsiz shaytanatdagi. Shunaqa epizodchalarda ham ko'rindingiz. Keyinchalik katta kinoga kirib ketmadingiz. Yo'q, keyinchalik katta kinoga kirmadik. Shu faqat shu amakimlar syomkalar bo'lganda chaqirib turishardi, chetdan qarashib, shunaqa qilib turdik, yordam qilib turib. Toychoq bugun nima bilan band? Hozir shu tadbirkorlik bilan bandmiz, tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz. San'atdan mutlaqo uzoqsiz. San'atdan uzoqman. Ajoyib. Qo'rqyapsanmi? Nega qo'rqaman? Kimdan qo'rqaman? Ota-onangdan-da. Ota-onam emas, qo'rqmayman. Ota-onamdan qo'rqmayman. Bo'lmasa hozir o'yinga eshitganingizda eshitasiz, amaki. Aka katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ubaydullo Sa'dullayev aziz do'stlar.